Bundan keyin mushundek Orlean təmli qanat kebab yeganlar kep kelsa, atayın sırtlarga chiqib necha tilni plan-pulga apyap yemay, o'ylam qilib yanglar. Yarim soatlam tayyor bo'ldi. Tayyorlash usulini oddiyligida tamlantirib duxovka yoki kunchichaga o'xshab qo'ysanglar, o'zi pishib tayyor bo'ldi. Qaynamsamiz birliktignayli. Oldi bilan ketalik materiallardan to'xu qanti, yarim tal limonni ko'rsatilgandek tayyorlab olamiz. Bundan keyin to'xu qantini tamlantirganda tamning yaxshi singib kirish uchun 200 ga pichoq qurib tayyorlab olamiz. Keyingi bosqichda tamlantirib olamiz. Tamlantirish uchun azroq jangyu, cho'ng ustamning Orlean qanat tetqisdan cho'ng shik qo'shiq atrofida silib, bundan boshqa kichikkin limon suyi siqib etimiz yoki manandek tayyor limon suyidan qo'yib etimiz. Yaxshi aralashtirib 15 minut atrofida tamlantirib qo'yib. Undan keyin duxovka yoki kunchichagoning lisining ustiga bir qavat may qog'oz silib etgandan keyin limonni teksh tizib olamiz. Limon partisining ustiga to'xu qantini teksh tizib olgandan keyin oldin qizib olgan duxovka yoki kunchichaga silib 200 gradusda 25 minutdan 30 minut atrofida pishirsak tayyor bo'ldi. Oxirida yurak berib saqlab olishni unutmanglar. O'rganib oldinglarmi?